Xo'sh, fermamni ko'rib qo'yaychi. Qanday ketyapti? Mana tushmay qopti-yu. Bo'ldi. Hammasi joyida. Salom do'stlar, bu videomizning ikkinchi qismi. Biz bu videoda juda ko'p ishlar qilmaymiz, chunki vaqtimiz chegaralangan. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Bugungi videoda biz kaktus ferma qurishga harakat qilamiz. Juda ham katta kaktus ferma quramiz va Elytrani ham eng tez topish usulini ham o'rgataman. Do'stlar, bugun yangilik bor. Biz hack client topganmiz. İşimizni osonlashtirish uchun bitta ikkitasini ishlatib ko'raman. Sizlarga lekin tavsiya bermayman, chunki bu ban berishi mumkin. Bo'lmasa biz boshladik. Do'stlar, men bazamni yertaga ko'chirdim. Do'stlar, men eplamadim, to'g'risi tepaga baza qurishdi va tepaga ham qurdim, lekin u menga yoqmay qoldi nimagadir. Juda ham qiyin tepaga baza qurish, ya'ni resurslarni pastdan olib tepaga chiqarish ko'p vaqt oladi. Shuning uchun ham men bir yo'la pastga qurib tashladim, lekin hali ham turibdi tepada. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana hamma yo'lni men yig'ib tashlaganman. Hozir yaxshi joyganmiz. Kaktus ferma ham ishlayapti. Va boshqa firmalarimiz ham yaxshi ishlayapti. Men bir kun Afrika turgandim. Bizga ko'proq narsa hammasini sotib o'rganman. Bular shu otganlari. Bo'lmasam ishni kaktus ferma qurishdan boshlaymiz. Birinchi bo'lib biz resurslarni yig'ib olishimiz kerak. Bu kaktus ferma qurish uchun restorlar yo shunaqangi mexanizmlar umuman kerak bo'lmaydi. Ya'ni bu shunaqangi oson ferma, lekin juda ham daromadli hisoblanadi. Sizlarga taxminan $500 atrofida. Bo'lmasam biz birinchi bo'lib ularni qo'yib YouTube'ga kiramiz. YouTube'dan bizga kaktus fermani bitta darslari kerak. Chunki men oldin yasab ko'rmaganman bu fermani. Birinchi bo'lib bizga kaktus qancha ketishini bilishimiz kerak, to'g'rimi? Birinchi bo'lib auksionda ko'ramiz, qana kaktuslar bormi, yo'qmi. Kaktus yo'q ekan, biz endi stering ko'ramiz. Stering kaktus ferma yasash uchun kerak bo'ladi. Qana biz arzonroq stering topa olamizmi? Kelplar bor ekan, quritilgan. Bular ham zo'r biznes ketadi, lekin biz buni hozir qilmaymiz. Qog'oz bizga stering kerak edi, stering yo'q ekan. Mayli. O'zimizda bor steringni olib ishlataveramiz. Birinchi bo'lib uni qurishda o'rganib olish kerak. Bo'lmasam yukga kirib. Do'stlar, bizga birinchi bo'lib kattaroq joy kerak ekan. Birinchi kattaroq joy qazishdan boshlaymiz, bo'lmasam. Kirgan tugab qoldi. Men endi uni tuzatishim kerak. Hozir HP sotib olib, tuzatib yana davom etamiz. Amrekinglar bormikan? Amreking bo'lganda zo'r bo'lardi, lekin. Qimmat-u auksionda amrekinglar. Mayli. Amrekingni o'zimiz topamiz, bo'lmasam. Villagerga borib kelchi. Qani ko'paygan ekan. Savdo qilib, emerald ishlab, Amrekingga o'zgartiramiz bitta villager. Menga bitta narsalar kerak, shularni olib boramiz.
Mening qo'yganim esimda yo'q. Singincha ishlatibman. Mayli. Bor taxtalarni sotamiz bo'lmasam. Bilimcilar nima ko'pamayapti desam, mayda suv yo'q ekanda. Suv olib kelaman. Suvlar ko'rinmayapti-yu. Ko'rinadigan qilib qo'y. Ana bo'ldi. Mashinaga suv quysak, endi sekin ko'payishaveradi. Tekda menning ovorsak hech narsa qilmaydi. Breaking olamiz baribir. Kallamga zo'r fikr kelib qoldi. Hozircha kaktus ferma qurmay turamiz. Kaktus fermani keyingi videoga quramiz. Hozir biz skelet ferma quramiz, ya'ni skelet spawner topib boshiga kichkina fermacha quramiz. Bilasizlar, bone meal har doim kerak bo'ladi va qimmatga sotiladi. Biz diktatorlar ko'rib skelet spawner topamiz bo'lmasa ketdik. Orga tushganga yarasha bir hektar temirlarni resurslarga yig'ib, keyin davom etamiz. Spawner ham topildi. Skeletmikin? Skelet. Endi mana shu moblar tozalab, sheyga ferma quramiz. Sheyga belgilab olay. Mana moblardan ham tozalandi. Endi qani sandalar nima bor ekan ochib ko'ramiz. Oltin olma va name tag. Name taglarni menimcha qimmatroq qolishadi. Ikkovini 50 mingga auksionga qo'yib yuboramiz. Bo'lmasam biz ferma qurishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib hammasini yo'qotish kerak. İşte hamma narsalarni shu boxlarga joylab boshlaymiz bo'lmasam ferma qurishni.
manimcha firma yaxshi ishlayapti. Endi biza Elytra topgan boramiz. Uning uchun hammasini sanalga joylab bo'sh borishimiz kerak. Firma yaxshimi? Muammolar yo'q. Mana shu keyingi videoga kaktus firma quramiz. Shu yerga. Bo'lmasam biza Elytra topgan boramiz. Hamma narsani sanallarga joylab keraksiz narsalarni hozir sizlarga Elytra topishni zo'r usulni o'rgataman. Bu yerda voidga tushib ketsam o'lmaydigan qilib olamiz. Keyin boshqa narsalar bizga kerak emas. Biza qayoqda uchib ketamiz endi. Ketdik. Qayoqqa uchmay qoldi? Qayoqda uchadigan qilib qo'yaylik. Mana. Endi ketdik. Endi Elytra topamiz. Hala uchib yurib. Elytra topilmadi. Endi yana bitta ertaga qilib yana bir harakat qilib ko'raman. Qani bizani uzoqroqqa teleport qildilar. Yo'q, desam topildi. Faqat bu ertaning yonida bo'lsa lut qilingan bo'lar, shuning uchun yana ertaga qildim. Bo'lsam ketdik, yana qidiramiz. To'xtaganda fake player degan narsa bor edi, o'sha narsaning nimaligini bilmayapman. Fake player nima degani o'zi? Ma'nosi nima u? Nima uchun? Spam bor ekan. Voy. Zo'r narsa ekan, urib bo'lmas ekan-u, lekin yaxshi narsa ekan shu. Fake playerda shu nima qilishini bilmayapman-da shu. Yo'q qilamiz. Kimdir bizani tapa qilyapti. Hal qilamiz. Qani kim ekan? Yo'q, bo'linchi. Endi nima qilyapti? Jamoaga qo'shilishni so'rayapti-yu. Mayli, bizga jamoa kerak, odamlar kerak. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Bo'lmasa mana shu bolani biz jamoaga qo'shib birga o'ynaymiz. Men unga tepadagi havodagi bazani birinchi ko'rsaman, keyin asosiy bazaga boraman. Qani nima qilar ekan? Agar havodagi bazani ko'rsatganimda nimadir o'g'irlashga yoki grif qilishga urinsa, asosiy bazamga olib bormayman. Amir Temur degan bola ham tim oling deyapti. Uzr, lekin ko'p odam ola olmayman. Qancha ko'p bo'lsa shuncha xavf ko'p bo'ladi. Notanish odamlar nima qilishini bilmaydi hech kim oldindan. Shuning uchun mana shu boshlanishiga mana shu bitta odam yetadi. Shu hali ham yana bitta odam bor edi. Jami ikkita odam bo'ladi shunda. Sekin-sekin ko'paytiraveramiz odamlarni. Qani unga menejerlar ko'rsatchi nima qilar ekan? Birinchi sinab olishim kerak-da buni asosiy bazaga kirgizish uchun.
Endi jamoaga chaqirib ko'ramiz. U boshqa jamoada ekan, yo o'zi jamoaga to'ygan, yo boshqa odamnikida. Mana shunaqa odamlarni qo'rqaman to'g'risi, chunki boshqa odamlarda jamoasi bo'lsa, ular ham bemalol koordinatlarni aytib jamoaviy hujum qilib qolishi ham mumkin. Shuning uchun uni jamoadan chiqarib olish kerak birinchi. Bu bola tim olishni bilmayapti, ya'ni o'zini eski timidan chiqib keta olmayapti. Bir nima qilib shuni jamoaga qo'shib olsam, chiqib foydasi tegib qolar. Foydasi tegsin-da. Ana jamoaga ham qo'shib oldik. Endi birgalikda o'ynaymiz. Endi Elytra topishga boramiz. Bu bola endi shu yerda turadi, qani. Keyinimizcha nima qilar ekan ko'ramiz. Ishib hamma yo'lda qurtib ketmasa bo'ldi. Kema yasavoli, axir kema-yu bizani yagona transportimiz, bizani samolyotimiz. Bo'lmasam ketdik Endga.